O'ziga gapir dedi. O'zini ham sikaman. O'zini ham sikaman. Kelsin mana. O'zini ham sikaman. Jala. Oy, bilat. Shu darajada O'zbekiston, oy. Bola. Oy, biz shu darajada duq bo'lib ketdikmi? O'zbekistonda shuncha dastoyli inson bor. Shularga qaram bo'lib qoldikmi, bola? Xalq. Nahotki shularga qaram bo'lib qoldinglar, jala bilan. Mana qo'ylar yur desa, burr etib borib, jur desa, jur etib, ko'zinglarni ochinglar. Hozir legenda akaylarni qip-qizil Mercedes Tursida Instagramda o'ynaganini qo'yib beraymi vannachada? A? Vannachada. Yo azzakaylarni bundoq tashag'ini chiqarib, bundoq qilib o'tirganlarini qo'yib beraymi? Marhamat, Telegram kanalimga o'ting. Birma-bir yoritib boraman endi. Siz uchun tekin kino mana Telegram kanalim. Serial, qatlam serial sizlar uchun. Har kuni bittadan seriya chiqadi. Ya astagfirullah. Voy, dadoshi omlatdasi ham, boshqasi ham jalab, onangiz Telegramga o'tgan jalab biladi. Ukam kirgan maytga, shunday kirgan jalab. Voy, omlatdan ham unutasan, boshqani ham unutasan. Ukam bitta kirgin, kayf qilasan, ukajonim, sen bitta kirgin. Mana legendani mana Bekxan Telegram deb yozgan chiqadi ukajonim. Shu unutasan, g'am tashvishlarni unutasan mana. Ko'rdingmi? Qalay ukam? Kim haqu, kim nohaq ukam? Mana aytchi. Xalqqa ayt ukam. Oppoq naskiylarda jalab tashaqchalarga kiydirib. Biznes-ku bu ukam. Qachongacha O'zbek TikTok'idagi yoshlar yop yolong'och yugurgan odamni Instagramga olib chiqib legenda deb yuradi, aka. Ulardan maktab o'quvchilari tomosha qiladi, ukam. Kakoy mayt shularning ko'zini ochiladimi yo chapach olib, legenda deb o'tiraveramizmi? Qachon sen bitta o'zing ocha olmaysan ularni. Ular uchun tamom bitta o'shalar ko'rib gap. Siz ham paxtasiz aka, boring yashaqda o'ynang aka. Siz ham paxtasiz aka, borib paxtani qo'yib, ko'tini uqalang aka, mana qilib uqalang aka. Men nima deyapman, siz nima deyapsiz aka? Katta odam siz bilat, ertaga bolangiz jalab telefonda ko'tarib kelsa, dada, o'lim desiz, Odil dada, o'lim, qarang mana legenda. Nimasi legenda o'lim? Cho'choqqa paypoq kiyib turibdi. Oppoq paypoq ekan dada desa, o'lim legenda-da bu. Bosing o'lim, shunaqa chiqsangiz O'zbekiston faxrlanadi siz bilan, deydimi aka? Men xalq ko'zini ochaman, qaytib bu ikkita ko'tni legenda deb yozmaydi nahvoy. O'zini sikadi borib. O'zini sikadi. Ko'tarilsin yoshlarimiz bilan. Ko'tarilsin talantli bolalar. Aktyorski kuldiradigan shunaqa bolalar. Bo'ldi. O'zbek TikTok'idan so'kishni olib tashlaylik. So'kadigan bo'lsa ham bundoq qobiq ichida, bundoq bir joylab, bir ritmda, bir bundoq kalla bilan ishlataylik bilan. Qachongacha cho'qinasanlar jala bilan? Legendam, legendam. Tashag'iz uchun zo'r chiqdi Instagramda. Legendam. Bunchalar zo'r bu junlaringiz. Qachongacha? Bir yakuni bormi bilat? 2 yildan beri uni bermayapti. Jala bilat, oy! Onasini emsin, oy! Jasur shuni chiqib turib jala bilan. Tashag'ini shuni ochsin-da jalab, ey! 25 ming odam o'tirmasa ko'tmanaga. Mana men chiqib turib jalab, shuni tashag'imni ochaydi jalab. 30 ming odam o'tirmasa ko'tmanaga. Ko'tmanagar bilan. Yo to'g'risida bilan, andishani otini qo'rqoq qo'yilyapti. Bo'pti, onasini emsa, mana ey. Men umuman gapirganim yo'q. Bilib turibsizlar, umuman gapirganim yo'q. Ularni temasiga o'zimni temamni aralashtirganim yo'q.
ularning o'rtasidagi tema ular bilan. Ular bilan, o'zi bilan ketsin. Lekin men bunday keyin TikTokda yalang'och odamlarni legenda deyilishiga qarshiman. Instagramga o'tib ko'ringlar. Instagramga o'tib qaranglar, Instagramga o'tib qaranglar. Birorta yaxshi fikr yo'q. Nima qilamiz xalqni yolg'on ehson bilan aldab? Nima qilamiz xalqni yolg'on o'yinlar bilan maqtab? Hamma bilib turibdi-ku. Monster urayotgan bo'lsa, xalqqa aldab biletini sotmoqchi. Monster urayotgan bo'lsa. Kim urayotgan bo'lsa, reklama qilib, soqqa qilmoqchi, yana xalq sikimoqchi. Mana shu sizni ichingizdagi bitamizni akamizni, bitamizni opamizni, bitamizni akamizni yitarmoqchi. U yechinib, yop-yalang'och yugurib, gilamga chichib beryapti. Yana bag'dan kelib turib, ular urib turib, xalqni aldab turib, azartga tiqib turib, ana yerdagi bechara donator sikiyapti, xalq sikiyapti, aldab, yana oxiriga ma'naviyatni omini chiqaryapti. Ma'naviyatni omi chiqyapti, bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yerda.